dam olish o'z yo'liga. Endi bizning ishimiz qurilish bilan bog'liq bo'lgani uchun bu yerda qurilishga ozgina qiziqdim. Bunaqa shalaylar, bunaqa tayyor holatga kelishi uchun oddiy taxtani olib, karkas yasalyapti. Bu tashqaridan apshifka bo'ladi, keyinchalik buni laklab oladi va har bittasi mana orasi bir-biriga kiydiriladi. Karkas tek qismi polida kanalizatsiya o'tadi, suv pitaniya shu yerdan keladi. Issiq suv uchun har bitta xonaga alohida ariston beriladi. Suvli filtrlanib, shu yerdan boshqa shalaylarga tarqatiladi nasos orqali. Qishda отопление uchun tverdiy topливо, elektrический ten qo'yiladi va gazdan ham foydalansa bo'ladi. Uchtasi bittada mana shu yo'ldan foydalanadi. Suvli tashqariga chiqib ketmasligi uchun buni ichini apshifka qilinadi uteplитель bilan. Issiqlik izolyatsiyasi uchun Maykastilda sotuvda bor Knauf insulation ishlatishyapti. 16x6 kvadrat bitta rulonida qalinligi 5 sm gacha ochiladi. Va tayyor holatda mana shunaqa shalay bo'ladi. Qishda issiq, yozda muzdek bo'ladi.